Do'stlar, Namangan shahriga montaj qilinayotgan xonadonimizga keldik. Nima montaj qilinyapti desalaring, shunaqangi termo panellarimiz montaj qilinyapti. Bu yerda umumiy hisobda 300 kvadratdan oshiq termo panel nima maqsadda qilinadi? Bu nech pulga tushyapti? Bu o'zi nima vazifa bajaradi? Ustida nima qoplamasi bor va ustalar bormi? Dastavka bormi? Hammasini video davomida gaplashamiz. Videoni kuzatib, oxirigacha kuzatib boringlar. To'lig'icha ma'lumot beramiz. Ketdik. Termo panel montaj qilinayotgan joyda biz bilasizlar, boshqa reklamalarimizni ham ko'p ko'rgansizlar. Aynan Alisher aka ustamiz bilan ko'p birga ishlaymiz. Nimaga desalaring, usta o'zini ishini eplolmasa, aybni mahsulotdan qidiradi deyshadi. Bu degani hech qachon men o'zim qilolmadim, men eplolmadim demaydi. Shuning uchun shu ishni qilib yurgan ustalarga berishga harakat qilamiz va shuning uchun doim Alisher akaga berib boramiz. Termo travertinni ham, termo panelni ham. Mana o'zlarining ishlariga bitta baho berasizlar, qay darajada ketyapti. Alisher aka, hozirda termo panel umumiy 300 kvadratdan oshiq albatta. 330. Termo panelda nima afzalliklari bor? Mana uy tayyor shuvoq qilingan ekan, lekin travertinni o'zini qilib qo'ymay, buni qilishiga sabab nima? Bu yerda aka uyda egasi mikrotreshinalar ko'p shuvoqda deganligi uchun shuni tanlov qilishgan. Bu mikrotreshinalar oldini oladi. Bitta yaqindan ko'rsataylik. Bu yerga adashmasam travertin surkab Atachento variant qilingan. Nimaga? Obrazец, просто черновик surkab ko'rilgan, ya'ni sinab ko'rilgan. Bu ustida do'stlar AMK qoplama bo'ladi. Aynan ustki qismida AMK qoplamasi bo'ladi. Bu pokni o'zi bas 16 plotnisi, 20 plotnisli poklardan chiqadi. Bu AMK qoplamasi birinchi navbatda bron vazifasini bajaradi, ikkinchi navbatda oddiy ekonomичный qilib bir sloy travertinni ham zo'r effektini chiqarib beradi, to'g'rimi? Утепление necha foizga deylik, Aka, men 3 santimetrligini hozir nimasi 70-80% ushlab beradi. 3. Aynan shu 3 santimetr. Endi bu yerda shuvoqlari hamma yo'g'i bo'lganligi uchun 3 santimetrliga qilingan. Agarda 5 santimetrligida shuvoqsiz joyi ham bo'lsa, pishgan g'ishtli joylar ham shuvoq vazifasini, ham утепление, ham dekoratsiya vazifasini bajarib beradi do'stlar. Bundan tashqari, tiyaga, eshik, rom atroflari orqa tomonga o'tamiz. Orqa tomonda qilingan. Buni ustidan o'sha gruntovkasi berildi. Bu endi Milano'ni gruntovkasi berildi. Hozircha endi tanlov Milanoga to'xtab turibdi. Travertin bo'lishi ham mumkin, Atachento bo'lishi ham mumkin. Asosiysi rang tanlash imkoniyati bor. To'g'rimi? Xohlagan narsani qilsa bo'ladi. Shuvog'im, travertinim sho'rlab to'kilib ketdi, yorilib ketdi degan temalar bo'lmaydi bunda. Buni burchaklariga e'tibor beringlar. Burchaklari ideal holatga keltirib qo'yilgan. Bundan tashqari, polностью shunaqangi taraf ustunlari, deraza eshik atrof tiyagalari hammasi aynan Fark Linkerdan chiqadi do'stlar. Do'stlar, termo panel mahsuloti bir qator aytib o'taman. 2 metrdan bo'ladi har biri. Uni xohlasalaring 30 sm, xohlasalaring 40, xohlasalaring 50 ga. Bu yerda hozir 50 ga 2 metrligi, qalinligi 3 santimetrlikdan foydalandi. Buni qalinligini ham bemalol pastki nomerlarga chiqsalaring biz hisob kitoblarini joy-joyiga qo'yib beramiz. Endi asosiysi narx-navosiga to'xtalamiz. Do'stlar, bu termo panelimiz 1 kvadrati Fark Linkerda sotilishi mahsulot o'zi, ya'ni 1 kvadrat deyilganda hozir mana shu 2 metrga 50 santimetr уже 1 kvadrat bo'ladi. Ustida shunaqangi AMK qoplamasi qoplangan holatda narxi 100 ming so'm. Xo'p, endi Alisher aka, usta haqqi travertini orqasiga pena kley, kafel kleylari, ya'ni bir sloy xapyorda sachilgan travertin, bir sloy lak va termo panel usta haqqi kafel kleylarini o'rtacha necha pulga tushyapti? Hop. Agar vodiyga bo'lsa 200 ming, 210 ming so'm. Atrofida tushadi. Ha. Plus minus. Endi do'stlar, albatta travertin deyilganda qanaqa travertin? Hammamiz kundalik ko'zimiz bilan ko'rib yurgan travertinlarimiz. Masalan, bu yerga lekin qimmat boshqa umuman travertin deyiladimi, nima deyiladi, zumrad tosh deb nomlangan yangi o'ylab topilgan narsa qilishyapti. Endi uni narxi uyda egasi o'zining yonidan, imkoniyatidan kelib chiqib qilinaveradi. Bundan oldingi videolarimizda qo'yganmiz, travertin xapyorda sachilib, andava bilan to'g'rilanib, bir sloy laka bilan o'sha 200 ming, 210 ming. Agarda xohlasalaring, bundan ham qimmat qanaqadir travertinni olib bersalaring, usta bilan ag'ini kelishib olaverasizlar. Do'stlar, kimga shunaqa termo panellar kerak bo'lsa, fasadniy plitka, tiyaga, kafel kley, rodman hammasi kerak bo'lsa, pastki nomerga aloqaga chiqinglar. Bizning manzil Farg'ona viloyati Quva tumanida joylashgan.